Siz mashinangizni motorini moykada yuvdirdingizmi? Tayyor turing, mashinangiz yaqinda buziladi. Motorni hech qachon moykada katta davleniyada yuvdirmanglar. Bu juda katta xato. Nimaga? Mashinani elektronikasiga va shiddat balasini chiqarib tashlaydi. Mashinani sizlar olib borasizlar, moykachiga berasizlar. Moykachi unga farqi yo'q. U pulingizni olsa bo'ldi. Aktivniy ximiyani sepadida kachirib bor kuchi bilan urib, mashinangizni yuvib, motoringizni top-toza qilib beradi. Siz maza qilasiz. Lekin olib chiqib ketganingizdan keyin 1 oy, 2 oy, 3 oyda o'sha motordagi elektron tizimlarda muammo bo'ladi. Bu narsa даже mashinani tomi ketib qolishiga ham olib keladi. Kompyuterni yopdim, zo'r bo'ldi, kachir urib yubordim. Yo'q, bu yechim emas. Mashinani motori qachon to'g'ri yuviladi? Mutaxassis tomonidan o'zini ximiyasida tornadorda, ya'ni apparati bor, past davleniyada yuvilsa, o'sha to'g'ri bo'ladi. Hech qachon mashinalarning motorini moykada baland davleniyali karcherda yuvdirmanglar. Bu juda katta ziyon. O'zingizlar uchun bilib qo'yinglar.